Xo'p, mana bu kesmalar parallelligi berilgan ekan bizga va mana bu yoqda teng kesmalar qo'yilgan. Shu joyda mana bu joyda hosil bo'lgan yuza 6 ligi berilib, mana bu yuzani so'ralgan ekan. Uchburchaklar o'xshashligini hozir ko'rdik. O'sha ma'lumotlarga tayanib shu yuzani topishga harakat qilamiz. Xo'p, mana bu uchburchak tomoni A desak, mana bu uchburchak tomoni necha bo'ladi? 2 bo'lar ekan. Bu uchburchakning tomonichi 3 bo'lar ekan. Bu uchburchakning tomonichi 4 bo'ladi. Hozir bir koeffitsient bor. Bir koeffitsiyentning kvadratini s deb qabul qilsak, 1s deb qabul qilsak, 2 koeffitsiyentning kvadrati nechasi bo'ladi? 4s. 4s dan s tarif tashlasak 3s ekan. Bu uchburchakda 3 tomon bor. 3 ning kvadrati nechi? 9 mi? Demak, общий mana shu uchburchak yuzasini 9s deb qabul qilish mumkin. 4s bizga ketib bo'ldi. Demak, mana 5s ekan. Xo'p, 3s barobar 6 ligi berilgan, bizdan 5s, ya'ni sx so'ralgan. S topsa necha chiqadi? 2 chiqar ekan. Xo'p, sx topayotgan paytimiz 5 kere 2 barobar necha chiqadi? 10 chiqadi. Bunisini so'rab qolsa nima qilamiz? Shunday. 4 ning kvadrati 16 bo'lib 16s deb qabul qilsanglar, bu yerda 9s bo'lsa, mana bu 7s bo'lar ekan. 14 chiqadi javob.